Assalomu alaykum hurmatli aziz birodarlar. Bugungi kun sana 2026-yil 1-oy yanvar 13-tuslo. Bizda bugungi videomiz, ya'ni 5-video bo'ladi. Xudo xolasa mana boshlar o'rramani ish ketyapti. Hojiba, qanday bo'lyapti? Gapirib qo'yinglar, bir turamiz. Savob uchun ko'pirlar qurilyapti. Buni ajrini Alloh bersin. Hammamizga buni ajrlar nasib qilsin. Inshaalloh. Buni ham qushog'larga iltimos qilaman, ko'rganlar bizga kengizda yordamga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana aziz qishloqdoshlar. Buni past ko'chamizga mana katta hashar ketyapti. Bugun agar eshitgan bo'lsalaringiz, buni zamonim ham yettamlab bomdodga gapirdi. Hammamizga gapirdiki, qaysimizga ajr savob kerak bo'lsa, qaysimizga nima kerak bo'lsa, mana ekan o'rtoqlar katta savob ishlar mana ekan. Qaysingizniki qo'lingizdan kelsa o'zlaringiz kelib yordam qilingizlar. Qo'lingizdan kelmasa aytingizlar, o'g'llaringiz bor, 3 ta 4 ta farzandlaringiz bor. Hammamiz yugurib yuribmiz, to'g'ri. Oila deb o'ylanib bo'lganmiz. Lekin o'zimiz uchun ham savob qilishimiz kerak. Mana katta ishda mana oshnamiz o'rtoq Ibragim boshlab yurgan o'rtoqlar mana Ibragim bardin dedi. Agar yaxshi tonimasangiz, otaxon desangiz, hamma juda yaxshi taniydi-da bu kishini. Ayy. Mana kimdeki qo'ldan kelsa, ajr savoblar kerak bo'lsa, kimlardir izlab yuribdi, kimlardir nimalar. O'rtoqlar negativ gaplarda ham gapirmangizlar. Shu inson bechara Mirza qishlog'imiz deb tepadan qancha odamlar keladi, ko'prik yo'q, bitta mana latakdan o'tayin deb qaysi birov birga jig'ilib ketadi o'rtoqlar. Keyingizlar shuning uchun o'sha savob ishda boshlab jigarsiz, ishda oxiriga bajaraylik. Oxirigacha tugataylik. Savobingizlar, omon bo'lingizlar, tinch bo'lingizlar. Qaysingizga kimga keyin ajr savoblar kerak bo'lsa, keyingizlar ekan ishda boshlangizlar o'rtoqlar. Buni zamoni bitamdan bo'ldi aytdi, yana bir aytib qo'yaman o'rtoqlar. Bizda xo'jalar, ishonlar dedi, ishonlar birgamiz, zo'r birgamiz. Birganimizda biz 15 kundan beri boshlayotgan alishtimash bo'lgan emas o'g'aylar, bir tomon bo'lgan emas, bir tomon turib ta'lim, har ikki tomon. Kelib boshlab jo'gasalaringiz, yordam qilingizlar, ilojlaringiz kelsa, bolalaringiz jo'natingizlar, bolalaringiz bo'lsa mana ekan, bechara buni kichiklarga mana ovqat olib kelingizlar. Shu ham katta savob o'rtoqlar. Savobingizlar, omon bo'lingizlar. Mana Moskvaga qancha boybachalarimiz bor, qancha odamlarimiz bor. Shaxtdan ham tanasalaringiz bo'ladi ekan. Ibragimning nomiga karta ham ochilgan bo'lsa kerak, bilishimcha. Karta bor, ko'rlaringizda karta ham bor ekan. Shu nomiga hech bo'lmasa meni yordam qilib takliflaringiz ham ancha savobga ega bo'lamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, tinch bo'lingizlar. Hammangiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Farqlash zarur har bir kishiga, savob ila zarar gunohni. Puxta erur biling ishiga, kim tanisa Rasulullohni. Ibodati bir istirohat, ko'rmas aslo ruhiy talofat. Ko'ksin silar haqiqiy rohat, kim tanisa Rasulullohni. Kim tanisa Rasulullohni. Güzel ilmi bo'lar mo'l, chalg'itolmas biror yomon yo'l. Ayoliga ko'tarmaydi qo'l, kim tanisa Rasulullohni. Birovlarning baxtini buzmas, omonatlik ahdini buzmas. Qarindoshlik rishtasini uzmas, kim tanisa Rasulullohni. Kim tanisa Rasulullohni.